Bo'lsin sizlarga bo'lsin. Yana bir Ramazon hadiyasi. Bittada o'xshab chiqadigan burama bo'g'irsoq retsepti. Qidirib qolmasligi uchun hoziroq saqlab oling. Bismillah deb idishga suv, tuz, dro'jja solib yaxshilab aralashtiramiz. От щедрой хозяйки margarinlaridan bir cho'mich, o'zimizning jaydari mol yog'idan bir cho'mich hamda pista yog'idan bir cho'mich solib yaxshilab aralashtiramiz. Keragicha un solib, qo'lga yopishmaydigan o'rtacha yumshoqlikda xamir qoramiz. Tayyor xamirimizni 15 daqiqa tindiramiz va 3 zuvalaga bo'lib olamiz. Tingan zuvalachalarimizni yupqa qilib yoyib olamiz. Idishga bir cho'mich щедрой хозяйки margarinlaridan bir cho'mich mol yog'i hamda bir cho'mich pista yog'i solib yaxshilab aralashtiramiz va yoyilgan xamir ustidan suramiz. Xamirimizni asta-sekinlik bilan o'qlovga o'raymiz. O'rtasidan pichoqda kesamiz va lenta hosil qilib, tayyor lentamizni 1 santimetrdan qilib kesib chiqamiz. Hamda xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib burab chiqamiz. Buralgan bo'g'irsoqlarimizni 15 daqiqa xolodilnikda qotirib olamiz va oldindan qizdirilgan yog'da past olovda pishirib olamiz. Pishgan bo'g'irsoqlarimizni qiyomlab, kerakli idishimizga terib olamiz. Endi sizda og'izda erib ketadigan burama bo'g'irsoq retsepti bor. Retsept yoqqan bo'lsa like bosing va bizni kuzatishda davom eting. Videoda ishlatilgan mahsulotlarni esa shahrimiz do'konlaridan toping.